Assalomu alaykum aka, sizlardan Universal YouTube kanali va bugun bizda yangi video rolik. Izohlarda ko'pchilik iqtisodiyot yo'nalishining kirish ballari haqida so'rashgan ekan. Demak, bugungi video aynan shu haqida bo'ladi. Hozir biz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2026-o'quv yili uchun belgilagan kirish ballari haqida qisqacha tanishib chiqamiz. Demak, bu universitetning rasmiy manbasi xabar berishicha, bu yerda yo'nalishlar kesimi bo'yicha eng kichik ball 91.5 ballni tashkil qilar ekan. Xo'p. Va albatta yo'nalishlar kesimida bu ballar o'zgarib borgan ekan. Misol uchun axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha bu universitet 63 ta grant uchun o'rin ajratgan ekan, 138 ta kontrakt uchun. Umumiy kvotalar soni esa 201 dona ekan. Grantga o'tish balli esa 151 ball ekan. Va kontraktga o'tish balli esa 106.9 ball bo'lgan ekan 2026-yil uchun. Xo'p. Axborot xavfsizligi. Bu yerda kontrakt soni 281 ta. Bu yerda kontraktlar soni 153 ta, grantlar esa 47 ta ekan. Grantga o'tish balli esa bunda biroz yuqoriroq, 166.7 ball, kontrakt 131.1 ball. Biznes boshqarish bo'yicha bu yerda 285 ta kontrakt uchun, 18 ta grant uchun kvota ajratilgan ekan. Va bu yerda grant balli esa 180.2 ball, kontrakt 135.7 ball. Va shuningdek bank ishi bo'yicha 22 ta kvota, grantga 281 ta kontrakt uchun, demak 182.4 ball grant uchun, 157.5 esa kontrakt uchun. Xo'p, buxgalteriya hisobi. Buxgalteriya bo'yicha bu yerda 181.6 grantga, 148.2 kontraktga. Demak, inson resurslarini boshqarish, HR. Demak, bu yerda 169.9 grant uchun, 114.4 kontrakt. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiyot munosabatlari. 186.8 grant, 173.2 kontrakt. Iqtisodiyot yo'nalishi, iqtisodiyotning o'zi, ya'ni bu yerdagi kvotalar soni jami 352 ta ajratilgan ekan 2026-yil uchun, 185.5 grant, 169.3 esa kontrakt uchun. Menejment yo'nalishi bo'yicha esa 179.1 ga 130.8 ball. Demak, sun'iy intellekt 149.9 grant, 91.5 kontrakt. Turizm va mehmondo'stlik 162.8 grantga, 126.8 kontrakt uchun. Bular hali ko'p ekan. Bularni o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Agar kimdir qiziqmoqchi bo'lsa, video tagida link qoldiraman. O'sha link orqali Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz bo'ladi. Hozircha video shundan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'ladigan bo'lsa, unga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib qo'ying va izohlarda aynan sizga qaysi yo'nalish haqida ko'proq ma'lumot kerakligini yozib qo'ying yoki universitet haqida.